Turbo zaryadlangan avtomobil dvigateli qanday ishlaydi? Havo porshen harakatlanayotganda va kameraning hajmini oshirgan paytda atmosfera bosimi ta'sirida dvigatelga kirishi yoki maxsus kompressor yordamida yetkazib berilishi mumkin. Ikkinchi ssenariyda dvigatelda ko'proq kislorod bo'ladi va shuning uchun u ko'proq quvvat ishlab chiqarishga qodir bo'ladi. Kompressorga kompressor gildiragi o'rnatilgan. Aylanayotganda krilchatka pichoqlari havoni harakatga majbur qiladi. Havo zarralari krilchatka perimetri bo'ylab suriladi va volutga kiradi. Bu yerdan siqilgan havo kompressorning havo chiqishidan oqib chiqadi va keyin dvigatelga o'tadi. Kompressor havoni dvigatelga majburlashi uchun krilchatka o'rnatilgan valvni aylantirish kerak. Buni tashkil qilishning turli usullari mavjud. Birinchi usul vosita valiga kasnakni o'rnatishdir. Shunda remen haydovchi aylanishni boshqa kasnakka o'tkazishi mumkin.